sendan o'z maqsadlari yo'lida foydalanmoqchi bo'lganlardan uzoq yur. Uchayotgan yulduzga tilak tilashdan ne naf? Axir sen shu yulduzni yaratgan zotga ibodat qilishing mumkin-ku. O'zingni hammaga ishongandek tut, lekin hech kimga ishonma. Atrofdagilarni hurmat qil va o'zingga nisbatan ham shunday hurmat talab qil. Yaxshi inson bo'l, lekin buni isbotlash uchun vaqt sarflama. Vaqt bu pul emas, undan da qimmatliroq narsadir.